Dunyo ko'p narsalarni unutadi, lekin ba'zi lahzalar unutilmaydi. Ba'zi janglar yuraklarda abadiy qoladi. Ular maydonga kirishdi qo'rqmasdan. Ular yuz ko'rdi chekinmasdan. Ular yiqildi lekin turdi. Chunki haqiqiy jangchi taslim bo'lishni bilmaydi. Biz Toshkentda boshladik va butun O'zbekiston guvoh bo'ldi. Biz Samarqandda davom ettirdik va tarix yangi sahifasini ochdi. Endi navbat Andijonga. Mana siz kutayotgan kecha kelmoqda. Andijon, siz hech qachon bunday lahzani his qilmagan edingiz. Ikkita jangchi, bitta maydon, bitta g'olib. Bu mangu tor. 4-bor maydon titraydi. 4-bor tarix yoziladi. 4-bor faqat eng kuchlisi qoladi. Mangu 4 Andijon tez orada.